Qanday paytlarda jinlar insonlarning oldida bo'lishadi? Keling ko'rib chiqamiz. Jinlar ko'rinmas mavjudotlar bo'lib, ularning mavjudligiga ishonish islom aqidasining bir qismidir. Shuningdek, jinlar insonni vasvasa qilishlari ham mumkin. Keling bugun yomon jinlar haqida gaplashamiz. Baqara surasida Alloh aytadi: "Albatta jinlar, shaytonlar sizlarning ochiq dushmaningizdir." Birinchisi, yalang'och yuradigan, kiyimsiz ko'p vaqtini o'tkazadigan insonlar oldiga jinlar kelishadi. Shuning uchun kiyimingizni yechayotganingizda Bismillahirrohmanirrohim deyishni unutmang. Ikkinchisi, siz hojatxonaga kirganingizda, agar bilsangiz, jinlar fahsh va najosni yaxshi ko'rishadi, ya'ni nopoklik va axloqsizlikni. Shuning uchun hojatxonaga kirishdan oldin mana shu duolarni aytishni hech qachon unutmang. Allohumma inni a'udhu bika minal hubsi wal habais. Ma'nosi: yo Alloh, men sendan erkak va ayol jin shaytonlardan panoh so'rayman. Oxirgisi esa quyosh botayotgan paytda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: agar quyosh botayotgan bo'lsa, bolalaringizni ichkariga kiriting, chunki bu vaqtda shaytonlar tarqaladi. Ulardan qo'rqmang va Allohga duo qiling.